Assalomu alaykum. Vohamiz ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy hayotiga doir xabar va yangiliklar tafsiloti bilan Surxondaryo telekanalining Vaqt informatsion dasturi. Termiz davlat universitetida Eco Innovations 2025 tanlovi tashkil etildi. Mazkur tanlovda 50 nafardan ortiq talabalar hududiy ekologik muammolarni bartaraf qilishga xizmat qiluvchi loyihalari bilan ishtirok etishdi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Termiz davlat universitetida atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili davlat dasturi ijrosi doirasida o'tkazilgan Eco Innovations 2025 tanloviga iqtidorli talabalar katta qiziqish bildirishib, 50 ga yaqin loyihalarni taqdim qildilar. Tadbirning ochilish marosimida so'z olganlar mazkur tanlov talabalar va yosh olimlar orasida ekologik muammolarga yangicha yondashuv, innovatsion g'oya va takliflarni ilgari surish, shu orqali atrof muhit muhofazasiga hissa qo'shish imkonini berishi barobarida munosib deb topilgan loyihalarning amaliyotga joriy etilishi uchun tijoratlashtirish ishlari amalga oshirilishini ta'kidlashdi. Ko'rgazma qismida barcha fakultetlardan iqtidorli talabalar o'z loyihalari bilan ishtirok etishdi. Xususan, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, chiqindilarni qayta ishlash, suv resurslarini tejash, yashil texnologiyalarni joriy etish va ekologik madaniyatni oshirish yo'nalishidagi ishlanmalar alohida e'tiborga sazovor bo'ldi. Havosi chang bo'lgan hududlarda chang havoni toza havoga aylantirib beruvchi qurilma hisoblanadi. Bu qurilmamizni ishlatishda biz bir xonadan ikkinchi xonaga olib yurishimiz qulaylik tomoni, keyin bo'lsa xonaga qo'yib qo'yganimizda changni tozalashda bunga aslojitrlar, xushbo'ylantiruvchi moslamalar ham qo'shsak bo'ladi. Xonani hidini shirin qilib turishga ham ishlatiladi. Biz faqatgina xonadon ichida emas, tashqarilarda ham bundan kattaroqlarni yasab foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Chunki chang havo ko'proq tashqarida bo'ladi. Changlarni toza havoga aylantirib berishga zo'r qurilma. Har bir ishtirokchining taqdimoti mutaxassislardan iborat hakamlar hay'ati tomonidan baholab borildi. Loyiha yo'nalishlari quyidagilar bo'yicha saralandi. Atrof muhitni muhofaza qilish, iqlim o'zgarishlariga qarshi kurash, chiqindilarni qayta ishlash va kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, innovatsion ekologik texnologiyalar va qurilmalar loyihalari kabi. Loyihalar tuproqni, qumni, havoni ifloslanishni asrash bilan bog'liq yoki bo'lmasa shu shamol energiya manbalarini yoki boshqa turdagi energiya manbalarini, qurilmalarini yaratish bilan bog'liq yoki tejamkor energiya talab etuvchi qurilmalarni yaratish bilan bog'liq yoki atrof muhitga salbiy ta'sir etuvchi omillarni datchiklar yordamida, innovatsion qurilmalar yordamida, sensorlar yordamida turli xil innovatsion yondashuv platformalar, ilovalar yaratish orqali ushbu talabalarimiz loyihada o'zlarining innovatsion ishlanmalari bilan ishtirok etishmoqda. Ushbu yaratilgan ishlanmalarni tijoratlashtirish imkoniyati yuzaga keladi yakunda. Albatta bu tijoratlashtirish orqali talabalar, tadqiqotchilarimiz o'zlarining daromad manbaiga ega bo'lishadi. Albatta bu investitsiyani jalb qilinishi yoki o'sha tadbirkorlarni diqqat markazida turgan eng so'nggi ixtirolar, yangiliklar bugungi kunda davlatimizga juda ham kerak deb o'ylaymiz. Termiz davlat universitetida o'tkazilayotgan tadbirga komissiya a'zosi sifatida qatnashyapman. Talabalar ishlanmalarini ko'rib men juda ham xursand bo'ldim, chunki bu ekologiyani sof etishda, atrof muhitni muhofaza qilishda juda ham katta bir o'zgarishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan ishlanmalar. Biz mana bu atrof muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yilida talabalarimizning mana shunday innovatsion texnologiyalarni joriy qilgan holda innovatsion fikrlar bilan yangi ishlanmalar ustida ishlayotganidan juda ham xursand bo'ldik. Ushbu ishlanmalar juda ham samarali deb o'ylayman. Ko'rgazma yakunida g'olib deb topilgan istiqbolli loyihalar diplom va pul mukofotlari bilan taqdirlandi. 3 nafar ishtirokchi birinchilikni egallab 6 million so'mdan, 3 nafar ishtirokchi ikkinchi o'rinni egallab 4 million so'mdan, 3 nafar ishtirokchi uchinchi o'rinni egallab 2 million so'mdan pul mukofotlariga ega bo'lishdi. Aytish kerakki, bunday tanlovlar talabalarning ilmiy loyihalarini tijoratlashtirishga, shuningdek, hududni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.